Bu ayol haqiqiy ayollik ramzi. U shunchaki turmush o'rtog'i uchun xotin bo'lib qolmadi. Insoniylik, sadoqat, matonatni tirik timsoliga aylandi. Uni turmush o'rtog'i professional bokschi edi. Lekin bir dona jang turmush o'rtog'ini hayotini o'zgartirdi. Og'ir miya jarohati, falajlik, gapira olmaslik, o'tirish, yurish hammasi yo'qoldi. Lekin aynan shu joyda uning ayoli matonat ko'rsatdi. 12 yil yonida qoldi. Kasalxonalar, realizatsiya markazi, kun-u tun parvarish, hech qachon taslim bo'lmadi va yana 22 million dollarini eri uchun sarfladi. Bu ayol nimani isbotladi? Ayollik faqatgina go'zallik emas. Ayollik faqatgina romantika emas. Ayollik qiyin paytida yonida bo'lish. Bu hikoyamiz qahramoni Bakanay Abdusalomova. Bu ayolni taniydiganlar bo'lsa, bu videoga bitta like bosib, videoni turmush o'rtog'ini qadriga yetmayotgan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.